Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana Uchtepadamiz. Hop, oldingi safar vitraj ishiga qo'yib bergandik. Yana ishimiz yo'q. Yana zakaz qilishdi. Buni qilamiz, qo'yib berdik. Birinchisi ikkinchisi bu bo'lsa avaz bor. Rezinga oynalarni qo'yib chiqyapti. Mana o'sha Alex firma ochilishlariga yopilishi. Qolgan derazalarni restavratsiya qilib berdik. 1 ta 80 ta, 90 ta derazalar